Mana shu masjidlarda o'tirganimizda Alloh Muhammad yozuvli tasbihlarni bir xilgina tizzasiga qo'yib, pastga qo'yib ishlatib o'tiradi. Mana shu narsa umuman yaxshi narsa emas. Shu hozirgi misolimiz shunga ham taalluqli. Bishr Xofiy degan juda bir boyvachchani o'g'li bo'ladi. Aroqxonaga borib, o'zlari mayli o'rtoqlariga ham aroq olib berib, hammani kayf qilib xursand qiladigan merosxo'r bo'lishgan bo'ladi. Bir kuni qiyommas bo'lib kelyap turganlarida yo'lda bir qog'oz yotgan bo'ladi. Hali qog'ozga shunday qarashsa, Bismillahirrohmanirrohim degan yozuv. Haligini olishadi, yuvib tozalab, mushkamballar sepib, uylarni to'riga yopishtirib qo'yishadi. Mana shu bitta qilgan amallari Bishr Xofiyga ma'qul tushganligidan Alloh taolo u kishini valizotga ko'tarib yubordi. Valizotlar darajasiga ko'tarib yubordi. Nimaga desa, u bizni ismimizni ulug'ladi, biz uni ismini ikki dunyoda ulug'laymiz deb bir boshqa avliyodan xabarni berib yuboradi Alloh taolo. Biz Allohning uyiga kirib bugun tasbihni oyog'imizni oldiga qo'yib ishlatib o'tiribmiz-da, Alloh Muhammad yozuvli tasbih. Shunaqa tasbihlar bo'lsa ishlatmanglar, olib kelmanglar masjidga. Gilamlarda turmasin. Kindingdan pastga tushirish mumkin emas ularni.